Shuning uchun qadriyat degan narsa bor. Ya'ni shu qadriyat bilan millat tanilgan dunyoda. Hamma millatning o'zining qadriyati bor. Mana xollasiz liboy davlatingizga boring. Siz bilan meni milliy kiyimimizni, milliy do'ppimizni kiyyaptimi? Kiymayaptimi? Nimaga biz kiyishimiz kerak? Chumo bizmi biz? Nimaga ularga o'zimizni o'xshatishimiz kerak biz? Tataristonda yurgan tatarcha do'ppi bilan yuribdi. Turkiyada yurgan turkiyan do'ppisi bilan yuribdi. Oshna 47 yil yur, ke o'zingning millatligingni yo'qotma. Milliyligingni yo'qotma oshna. Cho'tki yur. E'tiqodingni buzma. Bir marta umraga borib kelib, ha desa, sunnat o'qimayapti ular deydi. Nima bo'pti o'qimasa? Arabiston, nima bo'pti Arabiston bo'lsa? Nima bo'pti ular o'qimasa? Biz o'zimizning yo'limiz bor, mazhabimiz bor, iymon e'tiqodimiz bor. Biz Imom Azam mazhabida, biz ibodat, fiqhiy masalada, iymon masalasida Maturidiya yo'lida biz. Bo'ldi, tamom, bo'lsin. Nima qilamiz? Aqa olayib, baqa olayib.